Dunyodagi 90% insonlarni ko'p muvaffaqiyatsizligi, baxtsizligi boshqalar nima xohlaydi, boshqalar nima deydi, boshqalarning fikri qanaqa ekan deb yashaydigan insonlar. Lekin biror marta o'zidan so'rab ko'rganmikan, men nima xohlayman? Menga nima kerak? Menga nima deyilishi kerak emas. Va men nimalarga ega bo'lishim kerak? Va meni qaysi paytda bezovta qilmaslik kerak va qaysi paytda meni vaqtimni o'g'irlamaslik kerak degan savollar berganmikan, bermaganmikan? Demak, biz agar boshqalarni hojati uchun, boshqalar uchun yashaydigan bo'lsak, ularga udobno bo'ladigan, ular xohlagan paytda bizdan foydalanib biladigan darajada agar o'zimizni qurbon qilib yashaydigan bo'lsak, juda qiynalib, muvaffaqiyatsiz yashaymiz. O'sha uchun doim o'zimizga savol berishimiz kerak. Meni oliy maqsadim qanaqa? Vaqtimni qayerga sarf